Dasturimizni tezkor tadbir jarayonidan tayyorlangan lavha bilan davom ettiramiz. Aniqrog'i, Qashqadaryo viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligida o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirlar davomida giyohvandlik vositalari bilan bog'liq bir qator qonunbuzarlik holatlari aniqlanib, fosh etildi. Tezkor tadbirda shartli xaridorga bir dona jep yozuvli gugurtga solingan yashil rangli o'tkir hidli giyohvandlik moddasi sotgan vaqtda ushlandi. Qashqadaryo viloyati bojxona boshqarmasi tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida bir nechta giyohvandlik vositalari bilan bog'liq qonunbuzarlik holatlari aniqlandi. Gugurtga solingan yashil rangli o'tkir hidli giyohvandlik moddasi, jumladan viloyat bojxona boshqarmasining kontrabandaga qarshi kurash bo'limi xodimlari, viloyat davlat xavfsizlik xizmati hamda ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda Qarshi shahrida tezkor tadbir o'tkazdi. Tadbir davomida fuqaro shartli xaridorga 1.400.000 so'm evaziga 2 dona gugurt qutisiga joylangan umumiy og'irligi 5.6 gram bo'lgan marixuana giyohvandlik vositasini sotayotgan vaqtida qo'lga olindi. Mazkur holatdan so'ng tezkor tadbirlar davom ettirilib, fuqaroning ko'rsatmasiga asosan Koson tumanida yashovchi boshqa bir fuqaroning yashash xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada ushbu xonadonda umumiy og'irligi 432 gram bo'lgan marixuana giyohvandlik vositasi borligi aniqlandi. Kitob tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Mingchinor yo'l patrul xizmati maskanida to'xtatilgan avtotransport vositasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Tekshiruv jarayonida avtomashinada yo'lovchi sifatida kelayotgan fuqaroning yonidan sof og'irligi 308 gram bo'lgan gashish giyohvandlik moddasi aniqlanib, belgilangan tartibda rasmiylashtirib olindi. Hozirda yuqoridagi barcha holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan.